Akalar, Magicar 903 da avalanche funksiyasini yoqishni ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik akalar so'rashdi, mana bunda yonmaydi hozir. Mana yoqishni o'rgatamiz. Zo'r funksiya ekan. Xo'p. Bir bilan ikkinchi knopka 2 sekund bosib turamiz. 1. Signal bergandan keyin 4-knopka 2 marta bosamiz. 2 marta bosganimizdan keyin signal beradi. 2 marta kutamiz. Xo'p, ikkita signal berdi. Endi ikkinchi knopka bitta bosib qo'yib olamiz. Eshigimiz yopiq hozir. Mana akalar, hozir eshikni ochamiz. Mana. Ishladi. Endi buni o'chirish uchun birinchi bilan ikkinchi knopkani qaytarib bosib turamiz. Bosib turganimizga 4-knopka 2 marta bosamiz. 1 2. 2 marta bosganimizda ikkita signal beradi. Ikkita signal beradi, birinchi knopkani bitta bosib qo'yib olamiz. Bo'ldi akalar, o'chdi mana bu hozir. Eshikni ochamiz. Bo'ldi, mana ochiq. Yonmaydi. Akalar, sog' bo'lasizlar.